Video boshlanishidan oldin like bosib qo'yinglar. Prismarin men haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Asl ismi Muhammad, familiyasi Miraliyev. 2004-yil 29-avgustda Samarqand viloyatida tug'ilgan. Bo'yi 182 cm, vazni esa noma'lum, lekin semiz emas. Minecraft o'ynab YouTube'da content makerlik qiladi. Faster Family a'zosi. Uy hayvonlarini yoqtiradi. Avvallari Keskis laqabli mushugi ham bo'lgan. 4 yoshigacha Samarqand viloyatida istiqomat qilgan va maktab davrlari ko'pincha Yemen Respublikasida o'tgan. Ma'lumot uchun, Yemen Respublikasi bu Birlashgan Arab Amirliklari davlatlaridan biri hisoblanadi. 5 ta tilda bemalol yozib, suhbat qila oladi. Va Minecraft birinchi marta 2014-yil oxirlarida o'ynagan. U paytdagi versiya esa 1.8 versiya bo'lgan. Prismarinnikini 2018-yilda o'zlashtirgan. Hozirda obunachilar soni 40 mingdan ziyod va keyingi maqsadi 50 ming obunachi. Minecraftdan tashqari Dark Souls va Half-Life o'yinlarini sevib o'ynaydi. Prismarin o'z kanalidagi eng mashhur videosi bu uylandim videosining birinchi qismi bo'lgan va bu video 540 ming prosmotrni 5 oy ichida yig'gan. Biroz vaqt o'qituvchi bo'lib ham ishlagan. 2019-yilda PUBG Mobile o'yinini bir marta o'ynab ko'rgan, lekin o'yin unchalik ham yoqmagan. 6 yoshidan anime ko'rishni boshlagan va animelarni arab tilida ko'rgan. Eng yoqtirgan animesi mana shu. Blockbuster degan modda animatsiyalar qiladi. Blockbuster haqida esa Umar Blade aytib bergan. Yoqtirgan qizi yo'q. Faster Family'dagi eng yaqin insonlari bu Sonicjon va Umar Blade. Prismarin va Umar Blade qarindosh va Prismarin uni jiyan deb chaqiradi. Hozirgi YouTube kanali Prismarinning 5-urinishi, ya'ni 5-kanali. YouTube kanalini ochishiga Fezod sababchi bo'lgan. Kanalda videolarning kech chiqishi haqiqiy hayotdagi ishlari ko'pligi va doktorlikka o'qiyotganligi sabab. Avvallari videolarda inglizcha gapirgan. Hayotdagi orzusi katta doktor bo'lib, odamlarning hayotini va sog'lig'ini saqlab qolish. Yuzini ko'rsatib video olishni yoqtirmaydi. Avvallari Minecraftda Bedwars va PvP rejimlarini juda ham zo'r o'ynagan. Hozirda esa eng yaxshi ko'rgan rejimi bu Vijvaniya rejimi. Minecraft haqida YouTube'dan ko'rib bilgan. YouTube'da shu kanallarni ko'rib katta bo'lgan. Hozirda vaqti yo'qligi sababli Minecraft faqat video uchun o'ynaydi. Rasm chizish bo'yicha tug'ma talanti ham bor. Eng yoqtirgan rangi bu feruza rang. Mercedes-Benz va Tesla Model X mashina rusumlarini yoqtiradi. Baliq, pizza, spagetti va kapsa taomlarini sevib iste'mol qiladi. Alkogol mahsulotlar va tamaki mahsulotlarini ham iste'mol qilmaydi, chunki bular haddan tashqari qaramlikka va bizning islom dinimizda ham harom deb aytilgan deb hisoblaydi. Choparlar haqida esa kreativligi yo'q, kallasi ishlamaydigan, bir so'z bilan aytganda cringe deb ta'kidlagan. Yoqtirgan futbolchisi Cristiano Ronaldo va Muhammad Salah. Eng yoqtirgan yovvoyi hayvoni bu delfin. Buskut soch turmagini yoqtiradi. O'zini aslo Sigma deb hisoblamaydi. Sigma tushunchasiga odamlar o'ta jiddiy qarashi va uni noto'g'ri tushunishi yoqmaydi, deb ta'kidlab o'tmoqda. Hayotda kam gap. LGBTdan juda ham qattiq nafratlanadi va ularga qarshi yozganligi uchun Instagram akkauntlari ban olgan. YouTube'dagi birinchi kanalning nomi Miraliyev 01 bo'lgan. Kompyuterini $9 terdirgan. Deadpool va The Boys filmlarini yoqtirib tomosha qiladi. Yoqtirgan multfilmlarga keladigan bo'lsak, o'zimiz tilda aytganda Bell On. Hayotda hazilkash emas. Buni eshitib hayratda qolishingiz mumkin, lekin YouTube'dan bir so'm ham topmaydi. Qish faslini yoqtiradi. Zerikkanida rasm chizish hobbisi hisoblanadi. Mashina haydashni biladi, lekin hali haydovchilik guvohnomasi yo'q. Videolarda so'kinmaydi yoki dinga va siyosatga aralash gaplar ham bo'lmaydi. DiveX bilan ham ko'proq videolar olgan. YouTube kanalida birinchi bo'lib Let's Play videolar qo'ygan, keyinchalik esa Minecraft videolariga o'tib ketgan. Hozirda Prismarin o'zining shaxsiy kanali va gruppasida juda ham aktiv. Ko'pchilik uni uylanish videosidan so'ng tanigan. Telegramda Minecraft mod kanali ham mavjud. Va u kanalda 500 tadan ortiq obunachilar ham bor. Video montajlarini qiziqarli va nisbatan kulguliroq qiladi. Bir nechta Minecraft skinlarini o'zi yaratgan. Eng qiyin videosi va eng ko'p vaqt talab qilgan videosi bu poyezddagi qotillik videosi bo'lgan. Xafa bo'lganida alamini o'yinlar va ovqatdan, ko'pincha esa eng samarali usul ukasidan oladi. Ko'pincha prevyularni o'zi tayyorlaydi. Telegram kanalida yaqinda 400 obunachiga erishdi. Amerikadan biz 200 yil orqadamiz deb hisoblaydi. Telegram Premiumda unga eng yaqin insonni sovg'a qilgan. Prismarinning ikkinchi kanali ham mavjud. U kanalda birinchi kanali ban yeganda ochgan. Hacker YouTube'dan ketmoqchi bo'lganida Sonicjon bilan birgalikda uni to'xtatib qolishgan. Birinchi Minecraft videolari telefonda olgan. Hayotdagi shiori, keling uni qayta ko'rib chiqaylik. 100 mingta obunachidan so'ng yuzini ko'rsatish niyati ham bor. Bu yilning o'zida 100 ga bo'lish rejalarining bir qatorida turadi va kanallarida Mortal Kombat, Swim Attack, Return to Castle Wolfenstein
Return to Castle Wolfsbane, Apex Legends Mobile, Super Mario, Sonic the Hedgehog. O'shaning uchun ingliz tilini yodlash kerak. Birinchi chiqargan videosi Mortal Kombat bo'lgan. YouTube kanalidagi birinchi mehmoni Dinozavr Minecraft hisoblanadi. 2022-yil 13-iyul kuni YouTube kanali ochilgan va umumiy ko'rishlar soni 4 million martani tashkil etadi. Birinchi 100 ta obunachi bo'lganida kanalda nishonlagan. O'sha vaqtlarda avatarkasi ham boshqacha bo'lgan. Shuningdek, Telegram kanali ham. Galaxy S10 5G telefon rusumini ishlatadi. Yoqtirgan musiqasi mana shu. Eshitib ko'rishingizni tavsiya beraman. Qo'yardim-u, lekin avtorskiga berish mumkin. YouTube'da hech qaysi YouTuber bilan urushmagan. Obunachilarim va do'stlarim uchun video chiqarishda davom etmoqchiman. Chunki YouTuberlikdan maqsadim bu ular katta bo'lganida nostalgiya hissini tuydirish, deb ta'kidlab o'tmoqda. King videolarning spoilerini Telegram kanalida tashlab turadi. Obunachilari uni ideal YouTuber deb ham nomlaydi. Hech qaysi obunachisini chetda qoldirmaydi va obunachilariga doim yordam beradi. Shaxsan o'zi ham menga shu faktlarni to'plashda yordam bergan. Buning uchun Prizmaringga kattakon rahmat. Minnatdorchilik sifatida kanallariga obuna bo'lib qo'yamiz. Mana do'stlar, Prizmaring men haqida 100 ta faktni ham ko'rib oldik. Video yoqgan bo'lsa, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va kommentariyada King YouTuber qaysi bo'lishini ham yozib qoldiring. King videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.